Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun siz bilan matematika darsidan yangi mavzuni o'rganamiz. Demak, mavzuyimiz nomi fazoviy geometrik shakllar. Demak, birinchi shaklimiz prizma. Yon yoqlari to'rtburchakdan va asosi ko'pburchakdan iborat bo'lgan jism, ya'ni ko'pyoqlik prizma deb nomlanadi. Endi bo'lsa silindr. Demak, silindr to'g'ri burchakli to'rtburchakni o'z o'qi atrofida 360 gradusga aylantirishdan hosil bo'lgan jism silindr deyiladi. Silindrning ikki asosi mavjud bo'lib, asosi doiradan tashkil topgan. Uchinchi jism piramida. Piramidaning asosi ko'pburchakdan, yon yoqlari esa uchburchakdan iborat bo'lgan jism hisoblanadi. Ko'rib turganimiz kabi navbatdagisi konus. Konus esa to'g'ri burchakli uchburchakni o'z o'qi atrofida 360 gradusga aylantirishdan hosil bo'lgan jism hisoblanadi. Uning bitta asosi mavjud bo'lib, asosi doiradan tashkil topgan. Navbatdagi jismimiz esa shar. Shar esa yarim doirani o'z o'qi atrofida 360 gradusga aylantirishdan hosil bo'lgan jism hisoblanadi. Keling endi ko'pyoqlar oilasiga yuzlansak. Demak, ko'pyoq deb nimaga aytamiz? Ko'rib turganimiz kabi, ko'pyoq deb tekis ko'pburchaklar bilan chegaralangan geometrik jismga aytamiz. Mana bu yerdagi bo'lakchalar ko'pyoqning yoqlari deb nomlanadi. Demak, qarab o'tirsak, mana bu yerdagi chiziqlar esa ko'pyoqning qirralari deb nomlanadi, aziz obunachilar. Va yana qirralarni tutashtiruvchi nuqtalar ko'pyoqning uchlari deb nomlanadi. Demak, azizlar, ko'pyoqda diagonal ham mavjud. Demak, pastki asos va yuqorgi asosning ikkita nuqtasini tutashtiruvchi mana bu chiziq esa ko'pyoqning diagonali deb nomlanadi. Aziz obunachilar, shuni ham yodda tutishimiz kerakki, fazoviy geometrik shakllar doimo 3 o'lchamli hisoblanadi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang.